Pablo jamoasi rebrendingdan keyin, nom o'zgargandan keyin to'xtamasdan umuman pauzasiz shu kunga ishlab keldi. Shu sababli 17-mart kuni biz ishxonaga va ishxonadagi barcha jamoadagi ishchilarga, bolalarga dam berishga qaror qildik va biz dachaga chiqib ketamiz. Shu sababli ertaga bizda dam, bizdan to'g'ri tushunasizlar, chunki negerlar ham dam olayotgan ekan hozirgi paytda bolalar yetishi bo'yicha. Shu sababli endi bitta dam olib kelamiz, bolalarni bitta dam oltiramiz. 18-martdan yana ish o'sha o'zini rejimida ketaveradi. Have you ever googled yourself? Hurmatli fuqaro, uzoqroq turing eshiklar. Ochmani deyapman senga. O'zingiz bosing deyapman, o'zingiz bosing. Och. Och deyapman-a. Yaxshi. Kimga mana shunaqa darvozada kerak bo'lsa, temir eshiklar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga Reklama qarang. Yaxshi. Sari aktiv tushdi lekin. Ko'rolma.